Assalomu alaykum barchaga, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana izohlarda ko'p odamlar savol bergan ekan. Ishlab turgan kotyollarni ko'rsating. Mijozlarning fikrini eshitdik degan ekan. Shu hozir kotyolimizni yonib turgan jarayonni ko'ramiz. Qanday holatda yonib turibdi. Chiroyli qilib kotyolxonalarni qurgan mana. Kotyolxonalarni qurib tayyorgarlik ko'rishimizni ochib navbatda ko'mirni ko'ramiz mana. Ko'mir yarimi angren ko'mir, yarimi qozoq ko'mir ekanda. Hozir akkana qo'shib 30%dan 3 chelakka 1 chelak qozoq ko'mir emasmi? Kotyollarimiz mana har xil savollarni beradir. O'sha tutganingizga bog'liq bu narsa. Hamma yerda kulturni qilib servat tozalab qo'ygan ekan mana mijozimiz. Buning chakrosga chiqib turib teshkar ko'ramiz. ...61 gradus kotyolning o'zidan chiqib turibdi. 61 gradus. Endi batareyalardan ko'ramiz. Hamma batareyani ko'rib o'tirishni shart emas. Nuqa deganda oxirgi tochkalar mana. Oxirgi tochkada 48 gradus batareyaga kelib turibdi. Hurmatli kuzatuvchilar, mijozimizning fikrini eshitib ko'ramiz hozir. Alisher, kotyoldan ko'nglingiz to'ldimi? Qanday xizmat qilib turibdi kotyollarimiz? Rahmat, Xudoga shukr, zo'r. O'tgan yil jo'ramiz qurdiruvdi. 1 yil ko'rik sinovda deb yil qurdirdik. Nega deb yaxshi, Xudoga shukr. Aziyat o'tibmiz menga asli uylar. O'tin shoxlardan tandiq. Gap yo'q. Endi Alisher, burada eng qiziq savol bo'lib turibdi-da, bir kunlik rasxod qiziq bo'lib turibdi ko'p odamga, ne? Iloji bo'lsa shuni ham to'liqroq aytsang masalan. Bir kunlik rasxod so'mda aytaverdi, 15 ming yo 30 ming deb so'mda-da. So'mga 15 ming so'm. Bir kunga 15 ming so'm ko'mir ketadi-da. 15 ming so'm. Endi shunda oshib ketsa 20 ming so'm bo'ladi-da. Angren ko'mir yog'i o'tirgan sababidan-da u. Bir qalta untaqqa 1 chelak, 1,5 chelak kuznishniy ko'mirning untag'ini salaman. Shunda 20 ming so'm bo'lgandan bir oyda 600 ming so'm bo'ladi. Bir oyda 600 ming so'm bo'ladi. 4 oy qish yoqdi degan dedim. 2 million 400 ming so'm bilan qishdan bemalol chiqas ekanda. U degani gazdan ham ekonomishni deganda 600 ming so'm gazdan ham o'tib ketibdi u. Azma 1-2 oy qish shunday, boshqa kunlari bir qalta ko'mirning o'zi 2 kun 1,5 kunga yetadi. Shunda bir zapravkasini hozir 3 chelak bo'lmasam 3 qop bo'lmasam 2,5 qop siyadi kotyoldan. 2,5 qop. 2,5 qop siyadi, 3 kungacha umuman zapravka ketmaysan, to'g'rimi? 3 kungacha zapravka qilinmaydi. To'sasak 3 kungacha bemalol. Rahmat. Kotyollarni har kim har xil ishlab turibdi. Bular tushunmaslikdan hozir bugunning o'zida 2 yerga kotyollarga kirib ko'rdik. Kotyollarning orqasini uborka qilmagan. Oldin olgan bo'lsangiz ham, shu uydan ko'rib o'tirgan bo'lsangiz, uborka qilishingizni tavsiya beramiz. Nuqa deganda ko'mir yonib turgan ko'mirimiz to'g'ri elanga dimoqotga chiqib ketib qoladi u. Temirga tegmaydi-da, qurimga tegadi. Ko'mirning dutini tegadi, ya'ni. Bizlarning kotyollarimiz ekonomishniy bo'lsin degan sababda, maqsadda orqasına 4 tane kitob qo'yilgan. Shu kitoblarni tozalashingizni tavsiya beramiz. Endi o'tirgan bo'lsangiz ham kitobi ko'proq kotyollarni olishingizni tavsiya beramiz. Ekonomishniy bo'ladi. Mana bir kunda 15 ming so'mlik ko'mir yog'ib degan fikrlarni bildiryaptilar mijozlarimiz. Zo'r, молодец. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa birdan like bosib qo'ying.
Keyingi videolarni kuzatish uchun bizga obuna bo'lib qo'ying. Katyolar qiziqib yurgan bo'lsangiz, videolarni kuzatishda davom eting. Bizning manzil Amudaryo tumani Mang'ish shahri, Kichik sanoat zonasi ichida ishlab chiqarish korxonamiz.